Voy uyimiz ham chang bo'lib ketibdi. Qilish topmonlar tozalab tashlash kerak. Aytma. Tozalab tashlash. Uyimiz ham ketgandir. Anchadan beri yig'ishtirganimiz yo'q. Yig'ishtirib tashlab. Bugun bolalar men xursandman. Nega desalaring, bugun dam, bugun ish yo'q. Narsalar tashlab ketdim men ko'chaga. Yur, Ezoze. Ketyapman. Xudin. Ismingiz kasroban Ezoze deng o'rtog'im bo'ldi. Qaqa ketyapsan? Men o'yda bitta narsa to'qib qo'yganman. Yuramiz, yur. Mayt qo'ylash kerak. Alo, Asobek. Mer bugun dam aytganda ish aytmasa kerak. Aytaman. Mer endi qo'ying bugun damku. Aytaman. Qo'q, anu. Tazlar kestinglar. Kim bilan? Sevgim bilan. Xo'p. Tartib yotdim. Bunday ko'zimga ko'rpashingga ayni. Ko'rpa qishloqlarga aytadi. Ana aytdi tariflar o'sib. Shunday bo'lasa qilyapti bugun. Qilishda yur Ezoze. Pichoqdan tagini qirqasanmi? Yur. Verishda bo'lyapman. Tagda nima qilasan? Verishda deyapman, kirka. Kirkada uzmaysan, pichoqda uzasan. Pichoq. Olib kelay. Tez. O'rmonda menga 200 tane qo'yib kelgan. Yot. Mer salkamroq ayting. Bo'pti, ishinglarni qilmaganlarga davolayinglar. Bir sutag olib kelamiz. 2 stak. Bo'pti, obchi qo'yinglar. Xo'p. Bo'lgan qishloqlar olib keladi. Qishloqlar o'zi ish qiladimi o'zi? Har doim uyda yotadi. Senchi, Asobek. Sen o'zingni fermer bilan shug'ullan. Fermamda tozalab qo'yganman. Unda tez bo'ylar. Chop o'qidim. Endi bo'lsa qilyapti bilaman. Sen telefonib qara. Men telefonim uyda, yaqinda sotib olaman, telefonim ishlamay qolyapti. Bo'pti, men ketdim. To'g'ri, Yunus qayerdan gapiryapsiz? Ovozi chetgacha kelyapti. Kim telefon ko'ryapti bilaman. Agar qilich yetib qolsa, o'rtog'ingdan uni temiri mumkin so'rabdi. Xo'p. Bo'ldi, shuncha asar sizlarga yetadi. Bu bizgami, Mer? Men bozorga borib sotib kelaman buni. Bo'ldi, qo'yar nominglar. Olaveramiz. 3 ta qoldi, Mer. 3 ta mashhur. Temirlar bormi? Ol. Narsani olay. Olur. Qara. Temirimiz yo'q-da, Mer. Qilichimiz singan yo'q. Amma ishlarni sotib, temir sotib olamiz. Yo'q, senlar bu konga borasanlar. Qayerga ketyapsan? Senlar bu konga borasanlar. O'ldirma shu qo'chqorni. Xo'p, Mer. Bu sizlarga dam yo'q. Voy, bugun dam yo'qdim. Mana uyda ham tozalatib oldik. Bunaqa temirim. To'shanda necha stak bor? Menda 1 stak 54 ta bor.
Endi 1800 bor. Sendan kam chiqibdi. Mamkonga kiraylik. Bugun konga kiraylik. Muqudin. Sen anavi chop, men anavi daraxt chopaman sen. Sen anavi chop. Senlarga aytdim. Sen konga. O, men hisobni buzormang hozir, lekin boshqa qishloqqa ko'chib ketaman. Konga kerakmi? Daraxt kerak emas menga. Daraxt kerak. Qo'shni bolasi muni daraxtga ketinglar, men ketyapman. Xo'p. O'qdi. Asrorbek. Ismimni aytmoqchiman. Asrorbek. Qonda ko'mirlar, olmoslar bor ekan. Qani? Ke. Merga aytma. Yo'q, anavi tosh topibdi. Konni g'aroyib tosh topibdi. Yo'q, mer uni sindirsa yo'q qilar ekan. Botni ko'rgaka, hozir. Ketib. Akamiz yatimiz. Voy, meram jonga tegdi, ketmismish qayoqqa? Bola maktab serialini 3-sinfdan chiqishda uni xohlasalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Qanikon, to'xta, men kelganimni unutdim. Bo'ldi. Uyimizni ham yangilashimiz kerak. Meram asabga tegib Nima deysan? Ish bela degan yo'q, mer. Keyingi videodaga like 50 ta like bo'lmasa, qamoqqa kirasang keladi. Bo'pti, qamoqqa kirsa. Nima deyapti bular? Fakir, qaqa ketgansan. Qani olmosing? Olmos deding, qani olmos? Meni yozuvimni ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman. Ke o'sha yerga mana. Qaqa ke. Ko'rding ko'mirlarni? Bolalar agar ikkinchi qism sizlarning like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, ikkinchi qismda biz yanada qiziqroq bo'lishga harakat qilamiz.